odamni qo'rqitding. Yaxshi rahmat. Uyda kim bor? Uyda hech kim yo'q. Yo'q. Sizga xushxabarim bor. Qanaqa xushxabar? Sinchisiga nima berasiz? Nima so'raysan sinchisiga? Atiga 200 ming pul. Xo'p, mayli beraman. Qanaqchi? Labs. Uydagilar sochiliga ketishdi. Rostda? Oyim bilan xolam ketishdi. Senda 200 ming aylansin, 500 ming tushirib beraman men sen kartangga hozir. Ana. Tushdimi? Tushdi. Siz zo'rsiz. O'zing ehtiyot qil, yaxshi borib kel. Ha, biz ham uylanadigan payt kelib qopti-ku, ha? Onamga telefon qilaychi, qalay bo'pti ekan sovchilik. Alo, ona, assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Sovchilik qanday bo'ldi? Qanaqa sovchilik bolam, tushunmadim. Singlim aytdi-ku sovchilikka ketdim. Seni akamdan pul olaman deb tayyorlik qilganda. O'zimni yosh boladek his qildim. Hamma jo'ram uylandi, men qachon uylanaman?